Bu aniq edi do'stlar. Neymar haqidagi bu ssenariy bunday erta tugashi mumkin emas edi. Uning hikoyasi juda ham go'zal tarzda boshlangan edi. Braziliyaliklar yosh bir futbolchi fonida o'zlarining kelajakdagi super yulduzlarini o'sha vaqtda ko'ra olishgan edi. Jasorat, sehr, erkinlik. Neymarni o'ynayotganini ko'rishning o'zi Braziliya kelajagi ishonchli qo'llarda ekaniga ishontirardi. Va haqiqatan ham shunday edi. Lekin har qanday yaxshi hikoyaga drama kerak bo'ladi. Neymarning ssenariysi esa dramatikani juda ham oshirib yuborgandi. Go'yo bu taqdirning tanlovi edi. Yosh yulduzning ilk jahon chempionati o'z uyida bo'lsa, nahotki kulminatsiyaga shunchalik tez yetib borsak. Ammo keyin butun mamlakat u bilan birga yiqiladigan lahza keldi. Bitta jarohat umurtqasini sindirdi va 200 million braziliyalik yuraklarini og'ritdi. Lekin u davom etdi, chunki u hikoya davom etishi kerakligini bilardi va u o'zining o'sha quvonch bilan yo'lida davom etdi. U Braziliyani haqiqiy oltin bilan ilk bor yuzlashtirdi. Yevropada tarix yozdi. Hammasi yaxshi ketayotgandek tuyulganida esa ssenariyga yana o'zgarish kirdi.